Ko'nglima orzular solgan qishlog'im, olislarda qolgan qishlog'im, kelib qolarmi deb har sahar, har shom ko'zlari yo'limda tolgan qishlog'im. Bugun eng olis hududlarda joylashgan qishloqlar ham ko'rkamlashib, zamonaviylik kasb etmoqda. Xushmanzara va so'lim qishloqlarga yo'l olishning o'zi kishi diliga zavq bag'ishlaydi. Bahorning mayin shabadasi, daraxtlar va atrofning yam-yashil libosi barchani o'z bag'riga chorlaydi. Ijodiy guruhimiz bilan Kattaqo'rg'on tumanining eng olis qishloqlaridan Jizmonsoy tomon yo'l oldik. Yo'l-yo'lakay ham qir-adirlarni va tog' bag'rlaridagi qo'y-qo'zilarni tomosha qilish maroqli. Ayniqsa soylarda oqayotgan tog' toshlardan sharqirab tushayotgan zilol suvlar saxovatli tabiatga muhabbatingizni yanada oshiradi. Olis-olislardagi fayzli va tarovatli qishloqlar va u yerdagi umrguzaronlik qilayotgan soddadil va samimiy kishilar bilan uchrashib, bahri dilingiz ochiladi. Qishloq manzaralari va dalalardagi yumushlar qadim qadriyatlarimizdan, udumlarimizdan so'ylaydi. Mana ko'rib turganingizdek, yerga omoch bilan ishlov berilyapti. Nega aynan omoch deb savol berganimizda, texnika omoch kabi ko'ngildagidek ishlov bermaydi deyishdi Jizmonsoylik dehqonlar. Har bir hududda o'zlariga xos yumushlar va ish o'rinlari borligiga guvoh bo'ldik. Omochi va yer haydashga mo'ljallangan ho'kizlari va otlari bor xonadonlar qo'shni va atrofdagi uzumzor hamda ekinzorlarga ishlov berib ham daromad qilishyapti. Mayizni eksport qilish uchun ham uni tozalab, hafsala bilan ishlov berilsa, yanada xaridorgir bo'ladi. Bunday ishlarga qiz-juvonlar jalb qilinib, ish bilan ta'minlanmoqda. Qishloqlarni kuzatar ekanmiz, bahri dilimiz ochildi. Bahor tarovati, qishloq ahlining samimiyati, ularning mehmondo'stligi, hunarmandligini ko'rib, yanada kayfiyatimiz ko'tarildi. Bugun biz Olim aka Sanaqulov xonadonida bo'ldik. Biz yuqorida aytib o'tganimizdek, Jizmonsoy ahli hunarmand, aholisi chorvachilik, dehqonchilik, uzumchilik bilan ham shug'ullanadi. Biz Asal opaga savol bilan murojaat qildik. Asal opa, mana chiroyli kashtalar tikyapsiz. Asosan nimalarga atab, kimlarga atab kashta tikasiz? Men bu kashtachilikni 24 yildan beri kashtachilik bilan shug'ullanib kelyapman. Mana shu qizlarimiz kelin bo'ladi, pardalar tikadi, so'zanilar, yostiqlar. Mana shu kashtalar biron bir ma'no anglatadimi? Ha, bu kashtalar eski qadriyatlarimiz, eskilikdan, momolarimizdan, avloddan avlodga o'tib kelgan hunar. Bu kashtalar mana shu kelinlarimizga baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin, shu kelinligini bildirib tursin, borgan joyida deb septaqlanadi-da kelinlarimizga. Bunda go'zallik aks etgan. Buni har bir qo'lingizga ushlab tutgan paytingiz qandaydir ko'nglingiz o'zingizga nima qilasiz, his qilasiz. Olim aka, mana shu baxshichilik san'ati kimdan o'tgan? Sizning avlodingizdan baxshilar o'tganmi? Men otam hozir yuzaga kirib qoldi. U kishi ham qo'shiq aytadi, doston aytgan. Shundan men o'rganganman. Dostonchilikka qiziqaman, jo'shib yashayman. Jo'shib kuylayman. Qachon ilhomlanasiz? Hozirda aytsam, chorvachilik bilan shug'ullanamiz-da Jizmonsoyda. O'zim maktabda elektr bo'lib ishlayman. Lekin qo'ylarni boqib, mollarni boqib yurganimda ilhom keladi. Mana shu Oftobro'y yurtimizda Oftobro'y tog'lari, oq tog'lar bag'rida joylashgani uchun tog'larga qarab jo'shim keladi. Hayyor hay hayyor hay mening bobom baxshi o'tgan, menda ham bir tomchi bor ay. Gertakina orqalaman ay. Menda ham bir qamchi bor. Kelmalarni terib aytaman ay. Baxshilarning zo'rini cho'qib aytaman ay.
Aşkını düzelsin ey. Aşkını her bir sözüge yüreğini verip Mehr oqibat deganda nima degan bo'lardingiz? Mehr ko'rsataydi-ku. Odamlarning bir-biriga ittifoqchiligi mana shu an'ana ota-bobomizdan qolib ketgan. Hozirgina aytgandek, otam ham 100 ga yaqinlashib qoldi. Mehrni jo'shib ayt. Mehrda qo'shqaningda jo'shib ayt deb aytganda, shuning uchun mehrda men shu qo'shiqlarimda asl etaman. Men mana shu qishlog'imdan juda minnatdorman. Odamlar juda ham yaxshi mehmondo'st. Siz mehmondo'stlar qishloqqa keldingiz, Jismonsoyga. Biz mana shu Jismonsoyga tashrif buyurar ekanmiz. Qishloq ahlining o'sha yuzlarida samimiyat, yuzlarida nur ko'rdik. Albatta, o'sha mehr oqibat deyapsiz. Mehr oqibat aslida menimcha xonadondan boshlanadi deb o'ylayman-da. Sizlarda bir qanday bir urf-odatlar bor? Mana shu to'ydan oldin, to'ydan keyin degandek, har bir o'sha mahallaning, har bir qishloqning, hududning o'ziga xos betakror urf-odatlar bor. Ha, bizning qishloqda hozirgina aytganingizdek, juda ham mehmondo'st. Mana bu to'ylardan oldin maslahat bo'ladi. Elik boshlar keladi. Oqsoqollar bilan maslahat qilib to'yni boshlasak, to'yda mana shunday hamsharchilik bilan an'anamiz bor. Hamshalar keladi. Qizni uzatishga yoki bo'lmasa o'zi uylantirishga mana asal chaqiradi, kelin salom yorug'larda aytadi. Baxshining shirali ovozi, do'mbrasidan taralayotgan kuy inson qalbini beixtiyor to'lqinlantiradi, junbushga keltiradi. Baxshi xalq turmushi va madaniyatini, o'zi yashab turgan yurt tarixini yurakdan ko'ylaydi. Bu esa o'z navbatida tabiiy iste'dod, kuchli idrok, muntazam ravishda qunt va chidam bilan mashq qilishni talab qiladi. Jizmonsoylik Sanaqulovlar oilasi o'zlari yashayotgan va qo'shni qishloqlarda bo'lib o'tadigan to'y hashamlarda chiroyli ovozi va qo'shig'i bilan barchani xushnud etadi. Asal Sanaqulovaning jarangdor ovozda kelin salom aytishlarini mahalladagi barcha qiz-juvonlar maroq bilan tinglaydilar. Hunarni qancha ko'p bilsa, shuncha yaxshi.
chunki hunari bor inson har lahzada kerakli bo'lib yashaydi, deydi suhbatimiz chog'ida qahramonimiz. O'xshatmasdan uchratmas degan naql bor dono xalqimizda. Olim Sanaqulovning rafiqasi Asal opa ham kashtachilik va kashtachilarga chiroyli suratlarni qoyil maqom qilib chizadi. Jizmonsoylik ayollar kashta tikishdan avval albatta Asal opaga turli gul suratlari va tabiat manzaralarini chizdirib oladilar va o'z ishlariga sho'ng'iydilar. Qo'ydi junidan bo'lgan bu go'shi ham foyda, buni juni ham foyda. Bu alacha qilamiz, terma alacha qilamiz, xo'rjin qilamiz, yeshaka otqa, qilajoqlik qilamiz. Hattoki buni qolgan junlarni ham savalab, ko'rpachaga, faqat ko'rpachaga solamiz. 2 qavat ko'rpachaga solamiz. Oyog'i urud oladi. Salomatlikka. Juda foyda. Siz necha yoshingizda urchiq qo'yasiz? Men yoshligimdan buyog'i shu az 7 ta farzandim bor, 7 ta qiz. O'g'il farzandi peshonasi xizmat. Ana shular bariga alacha qilganman. Lekin eng keyingilarga endi gilam qilyapman. Gilam, hozir gilamni olyapti-ku. Endi iloji shunga hayot qilyapti. Nima qilyapti? Lekin shunday eski qadriyatlar yo'qotganimiz yo'q. Qizlar qilar tutib beradi, yeramiz. Xolid opa, mana shu ip yigirishni, kashta tikishni qizaloqlar umuman hunarni necha yoshdan boshlab o'rganadilar? Yoshligidan boshlab bizlarga qarab, mana hozir meni o'ram qarab turibdi qanday yerishimda. Ana shunga e'tibor beradida, ana shundan yoshlikdan boshlab o'rganadi. Chunki borku qiz chiqarish hozir juda bo'lib ketgan. Hali ham yaxshi picha nima qildi. 6 da qilsa ortmaydi, 7 da qilsa jetmaydi. Ana bu savolga qarang. Ana shu uchun 6 yoshdan boshlab sep qilamiz bizlar qizlarni. Jizmonsoy qishlog'ida katta-yu kichik bir muddat ham bekor o'tirishga vaqti yo'q. Yoshlar o'qishdan keyin uy yumushlariga qarashadi, turli hunarlarni o'rganishadi. Har bir oilada kimdir sigir sog'ib sutidan sariyog' tayyorlaydi, kimdir xamir qorib non yopadi, yana kimdir mol, qo'ylar va tovuqlardan xabar oladi. Eng asosiysi, kundalik ehtiyoj uchun mahsulotlar o'z tomorqalaridan chiqadi. Qadimda tosh tegirmon yasalib, undan keng foydalanilgan. Eng asosiysi, bu tegirmonga gaz ham, elektr energiyasi ham zarur emas. Aslida suv tegirmon deb ham ataladi. Negaki oqar suv bo'lsa bas, tegirmon doimiy ishlab turaveradi. Bu tegirmonning unidan tayyorlangan nonning inson salomatligiga foydasi borligi tibbiyotda ham o'z tasdig'ini topgan. Bug'doyni ezish davomida birorta bug'doy chiqitga chiqmaydi. Bug'doyning shirasi, mazzali ta'mi to'liq saqlanib qoladi. 90 yoshni qarshilayotgan nuroniy onaxon Nihol aya Iskandarova bug'doy unining kishi salomatligiga foydali jihatlarini suhbatimiz davomida aytib berdilar. Bug'doy unini inson salomatligiga foydali jihatini ayting. Tegirmon uni ham foydali. Tegirmon nima bilan ishlaydi? Svet bilanmi, gaz bilanmi? Katta tosh bilan, suv bilan. Uni chiqargandan keyin chakalan tortib, chakalan qo'shmaydigan buyog'ini tortib qo'yamiz. Yurtdoshlarimizga chiroyli tilak ayting. Yurtimiz obod bo'lsin. Xudo bersin-da hech kimda hamma nevara, chevaralar hammagina bolalar o'sibgina yursin. Xudoya parvarda yegim yomon ko'zlardan saqlasin. Vaqt nihoyatda tez o'tib boradi. Jizmonsoy qishlog'iga tongda kelgan edik. Endi esa quyosh ham o'z yotog'iga qarab yo'l olmoqda. Qirlarda, uzoq-uzoqlarda qo'y-qo'zilarning maragan ovozlari eshitilmoqda. Shataloq otib chopayotgan buzoqchalar ham tamshanib, onalari tomon intiladi. Demak, sigir sog'ish vaqti bo'ldi. Qishloqning tarovati bo'lakchada. Ota-bobolardan va momolardan bizgacha o'tib kelayotgan qadriyat va urf-odatlarni e'zozlab kelayotgan jizmonsoyliklar birdam intilishdan, izlanishdan to'xtamaydilar. O'z oldilariga qo'ygan maqsadlariga erishish yo'lida faqat oldinga qarab qadam tashlaydilar.